Ha, endi o'ylayapti. Ha. Yaxshi lekin. Yo'q, boshqa qavrsi uncha chiqmayapti-ku. Qani, nima ko'rayapti? Yo'q, unisi bo'lmaydi. Nima siram qatda? Kafil olib chiqay, kafil atqamdan nimadan so'rang? Ha. Go'sht bo'lganda. Ha. Xudo qiladi deysiz. Bu go'sht menimcha ket. Bu menimcha. Shundan bitta aytib qo'yib oladi. Ha? Aka bu go'sht titilgidan holat bo'ldi menimcha. O'sha yerda chopamizda. Xizmat qilganlarga desam, mana deb ana go'sht titiladi. Ha. Xizmat qilganlarga voy bu tegib bo'lmaydi aka bunga. Ha? Bu ham şeyde bo'lgan debdilar, ha? Yo'q, aka, bakovulchilikka yaramaymiz, to'g'risi. Yo'q, bakovulchilikka yaramaymiz deyman. Yo'q, yotdan bo'lgan yaxshi aka. Siz bo'lavering aka. Yo'q, birozdlarga qandoqchilik qilgan, nima bo'lgandan. To'g'rimi aka? Rastarat qilib qo'yganiga nima emasda? Singanda buni. Singan lekin zo'r bo'lgan. Nega topdida? Aka hammasini tagidan go'shtni olasizmi? Yo, sizlar alaq bermasam bu. O'zingizga ham yetarli deng. O'zi. Gap zo'r bo'ldi, ha? Hozir qaytarib beramiz. Aynen. Esimlikimiz qaytarib. Biz uyga ketib qoldik. Mana, bugun tuman cho'ntagimiz sap bo'lyapti-da. Bugunni powerda turibdi, mana turibdi. Hali u kechgacha ishlar. Butekda baqiravermasdi. Bo'laveradi. Demak, to'yda yo'qotib qo'ydik-ku. Bir mal qarasak, anchadagi qarasak, ilik g'ajib yurgan ekanda. Aka, ne'matda. Yaxshi ko'rgandan bilmayman. O'zing to'ydimi? O'zim to'ydi-da. Birov to'yda g'ajimaydi. Sal bittaga pasaytirib qo'ying, ashin gazini. Bitta yo'qlayapmiz. Ha, bitta. Sandal bormi? Yo'q. Men bordim, nima biladi? Turma. Sandal. Bugun kelib turish. Hozir ham Bo'lishga. Turishga. Bay. Sandalda deng. Ha, turdim. Ko'rsasan. Mana yana bor ekan. Qancha? Bitta olganmisan? O'zi to'rtta keldi. O'sha ashnaqa pishish keladi o'zi. Bundan tashqari donatorga ham qo'yamiz. Yazarsan javob.
Ha, hoş. Maç falan da zor oldu. Bien, ahora ya. Es como verlo con Andrew, verlo con iyi gelmiş. İyi gelmiş. Bu da opsiyon veriyor. Aslında bakmadım yol bağladı. Yani doğru doğru. To'y qayerga ketding? Sen bizni tasavvurga qo'shilmay qo'yding-da. Nega? O'zing bo'lib qoldi.